Hurmatli YouTube, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi 1 metrli pechkamizni, kamin pechkamizni Namangan viloyati Namangan tumani Toshbuloq o'rnatib berdik. Kimga shuna xizmatga kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 1 metrli to'rtlik lista bo'lgan. Hamyog'ini o'zimiz borib, o'rnatib yoqib beramiz. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidamiz. 1 metrli ablisupkalari bilan o'rnatib yoqdik, sinadik hozir. Isitishi o'ta go'zal. Mana orqa ko'rinishi, hozir oldini ham ko'rsatamiz, yoqib qo'yganmiz pechkani. Keyin yonyapti. Xizmatlar vodiy bo'ylab videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lib, pechka quradigan tanishlarga tashlab qo'yasizlar. Orqada bitta duxovka bo'ladi. Bu reshutkali ham bo'lishi mumkin zakazga qarab. Oldi ko'rinishi. Mo'ri albatta zigzag yo'q, aylanib 2 marta aylantirganmiz. Chiqib ketgan mo'rini tozalaydigan joylari. Qo'l sig'adi, bemalol, yengil. 1 oyda, 2 oyda yengil tozalanib turilsa, yoqishga qarab. Tashlab qo'ysangiz o'chadi o't. Umuman tutun qaytarmaydi, shamolda ham tutmaydi javob. Faqat tortadi. Rasxoti 1,5 tonna bitta sezonga yoqishyapti. Ochib qo'yganmiz. Tutmaydi, tutun qaytarmaydi. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham tashlab qo'yaylik, sinib ketamiz. Duxovkalari, ko'za sho'rva, ovqat isitib, choy qaynatib, bemalol qaynataveradi. Tozalaydigan joylari, turba yechiladi, qoqiladi. Oldi ko'rinishi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.